Kimchi mavsumi davomida bizning oila qanday kimchini tayyorlaydilar? Karomlarni teng ikkiga bo'lamiz va tuzlangan issiq suvga solib, olib keyin barglari orasiga tuz sepib chiqamiz. Karomlarni kimchi sumkasiga taxlab, ustidan tuzlangan suvni solib, yana tuz sepamiz. Shu jarayonni rediskada ham takrorlaymiz. Endi kimchi sousini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga guruch uni va sabzavot bulyoni, qalampir kukuni, nok, olma, chesnok, piyoz hamda zanjabil, qizil qalampir kerak bo'ladi. Bularni blender qilib olamiz. So'ngra shakar plus stevia va kunjut donalari solinib, yaxshilab aralashtiriladi. Endi maxsus ingredient dengiz qoquvini tayyorlaymiz. Keyin esa karomlarni yaxshilab yuvib quritib, pastaga to'g'ralgan rediska qo'shiladi. To'g'ralgan sabzi, dengiz o'ti, xantal barglari, yashil piyoz to'g'rab solinadi. Videoni Koreyani sevuvchilarga jo'natib qo'ying. Endi esa solingan hamma narsa yaxshilab aralashtiriladi. Kimchi pastasini karamni har bir bargiga yaxshilab surkab o'rab chiqiladi. Bo'lingan rediska va xantal barglariga ham yaxshilab surkab chiqiladi. So'ng tayyorlangan kimchilar konteyner idishga solinadi. Siz sevgan kimchilar shunday usulda tayyorlanadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va yaqinlarga